Bu ikkinchisi ishda bo'lgandan keyin. Isming nima? Rustam. Bu ishlaring din tomonlama olsa gunoh. Qonun tomonlama olsak jinoyat. Shuni bilasanmi? Qo'lga tushsam, qamalishimni ham bilaman. Qo'lga tushsam qamalishimni bilaman emish. Nima endi, militsiya chaqirib seni qamatib yuboraymi? Iltimos bobo. Unday qilmang. Dadam Rossiyadalar. 8 yildan beri kelmaydilar uyga. Oyim aytishlariga qaraganda dadam ikkinchi xotinga uylanibdilar. Oyim bu gapni ko'tara olmay og'ir kasal bo'lib qoldilar. Iltimos bobo, meni qamatib olmang. Doktorlarning aytishiga qaraganda operatsiya qilish kerak ekan. Men ko'pchilikdan pul so'radim. Hech kim bermadi. Shunga majbur bo'ldim o'g'irlik qilishga. Onam davolatishim kerak, qanday bo'lmasin. Bobo, meni bera olmay militsiyaga, meni kechiring, iltimos. Iltimos, meni kechiring. Iltimos. Qamalib ketsam oyim o'lib qoladi. Iltimos, kechiring, bobo. Bobo, iltimos, meni kechiring. Ey Xudoyim. O'zing marhamatingni bulardan darig' tutma. Hammani iymonini but qilgin. Alloh. Bobo, iltimos, meni kechiring. Kechiring, bobo. Shu yerda o'tirib tur, xo'pmi? Men hozir. Ey Xudo, militsiyaga topshirib olmasin-da. Men sizlarga aytdim. Shu yerga kelmaylik deb. Oyog'im tortmayotgandi o'zi. Yana qancha kutamiz o'zini? Ozgina sabr qil. Ma. Mana buni ol. Onangni dori-darmonlarga ishlatarsan. Men yolg'iz boshim bilan bu nafaqani hammasini baribir ishlata olmayman. Kampirim bu dunyoda meni yolg'iz tashlab ketgandan keyin faryodlarim ham kamayib ketdi. Xudo menga ikkita qiz bergan. Ikkalasini ham joyladim. Ikkisi ham tinchib ketgan. Vaqti bemahal mendan xabar olib turishadi. Allohim senga o'xshagan bitta o'g'ilni bermaganini aytmaganda hammasi yaxshi. Rahmat, bobo. Faqat menga so'z bergin. Ikkinchi marotaba o'g'illik qilmayman deb. Xo'p, so'z beraman, bobo. Boshqa o'g'irlik qilmayman. Ha, aytgandek. Anu shergilaring kim edi? Haligi Ha, mayli. Aytging kelmasa aytma. Lekin ularni ko'rib qolsang, ularga ham aytib qo'y. Ular ham o'g'irlik qilishmasin. O'g'irlik gunoh. Xo'p, bobo. Menga qara. Darsdan bo'sh paytlaring meni oldimga kel, xo'pmi? Meni kichkinagina tomar ham bor. Menga qarashasan. Seni qurib qo'ymayman. Kelishdikmi? Xo'p, bobo, xo'p. Endi bor. Onang kutib qolgandir. Bor. Xo'p, bobo, mayli, rahmat. Rahmat, bobo.
Ey Allah. Bu yerga kelib bekor qildik. Ana kelyapti. Ha, topshirmadilarmi seni? Nima bo'ldi, gapir? Militsiyaga topshirdi. Ha? Ana, aytdim senlarga. Endi nima bo'ladi? Hazillashyaptimi bu? Qara. Qayerdan olding? Qayerdan olding? Keyin aytib beraman. E, Qani yuringlar. To'xta, qayerga? Yur, yur, yur. Yur, yur. Ketdik, yur.